do'stlar, shunday trigonometrik tenglamalarni ishlashga qiynalayotgan bo'lsalar, mana o'rgatib qo'yaman. Plus minus qilib olamiz. Arc cosinus alfa plus 2 pika. Endi buni sinusi esa x minus 1 qarshida n darajada arc sinus plus pika qo'shamiz. Endi buni katangenisida x arc katangenis p alfa plus pika. Endi buni tangenisida arctangenis alfa plus pika. Shunday qilib oson usul ishlash mumkin. Bunga misol masalan mana cosinus x teng nechaga desak bo'ladi mana ildizosi 2 taqsim 2 ga desak x plus minus pi taqsim 4 plus 2 pika. Endi bunisida sinus x teng bo'ladi 1 taqsim 2 bo'lsa x shunda 1 endi n ko'paygan pi taqsim 6 plus pika. Katangenis masalan 1 bo'ladigan bo'lsa x teng bo'ladi pi taqsim 4 plus pika. Endi tangenis x 1 taqsim 3 bo'lsa x bo'ladi pi taqsim 6 plus pika. Mana obunachilarim shunday ishlanadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like va obuna bo'lib qo'yinglar.